Nega tipirchilayverasan, Henri? Men ham karantinda zerikib ketdim. Lekin ilojim qancha? Ana, boshlandi. Kela qol, u keldi. Menga qara, hozir mehmonga UzAvtomotor zavodining direktori kelyapti. Qo'ysangizchi. Shundoq ham mashinalarning narxi juda ham baland. Ha, kelib sendan maslahat olishim qoluvdi. Axir ular faqatgina qorin to'ydirish uchun narxlarni ko'tarishyapti. Bu adolatdan emas. Kamroq budirla, Garri Potter. Menga qara, Garri Potter. Kattalarning ishiga aralashma. Ana o'sh kattan isiriqni olginda xonangga kirib sasitib o'tiraver, xo'pmi? Iltimos. Ko'zingni qis, bolajonim, mehmonlar kelmaguncha mumkin emas. Kelinglar, yana bir qaytarib olamiz, ha? Ular kelganda sen nima qilasan? Men ularni kelishi bilan quchoq ochib. Ochish shart emas, senchi? Men esa ularni eshikni oldida kutib olaman. Yaxshi. Senchi? Men xonamda o'tiraman. Aytganingizdek isiriqni sasitib o'tiraman. Shunday bo'lsin. Agar shu dublajni ikkinchi qismini ko'rging kelsa, karantin qoidalariga rioya qil, tushundingmi?